O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati organlari tomonidan berilgan ma'lumotga ko'ra, Ichki ishlar vazirligi o'z xavfsizlik boshqarmasi va yo'l harakati xavfsizlik xizmati xodimlari bilan o'tkazilgan tadbirlar jarayonida pora berish bilan bog'liq haydovchilar tomonidan 30 ta jinoyat sodir etilganligi aniqlandi. Quyidagi videoni yaxshilab ko'ring. Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi tomonidan yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari bilan o'tkazilgan tezkor tadbirlarda xodimlarga jami 177 million 400 ming so'm miqdoridagi pullarni pora sifatida taklif qilingan 30 ta holat aniqlandi. 25 million so'mmi? Sizni pulingizmi? Nima shunday? To'g'risi ushbu videoni ko'rib biroz hayron qoldim. Nega deysizmi? 30 ta bu juda ham kam. Nega kam deysizmi? Chunki O'zbekiston Respublikasida erkaklarimiz asosan taksi faoliyati bilan shug'ullanadi. Ko'pchiligimiz hattoki ishdan chiqqandan keyin ham taksi faoliyati bilan shug'ullanishga, biroz uyimizga pul olib kirishga harakat qilamiz. Shunday ekan, agar yo'lda xalq tili bilan aytganda GAI xodimi to'xtatdimi, albatta unga nisbatan biror bir yaxshi gap gapirishga, agar biror bir xato qilib qo'ysak, xatoyimizdagi belgilangan jarimani yarmini yoki bo'lmasa 10% ni yoki 20% ni GAI xodimini cho'ntagiga tiqib ketishga harakat qilamiz. Bu narsa to'g'ri deb o'ylaysizmi? Yo'q, bu mutlaqo noto'g'ri. Bu eng chirkin illat, ya'ni korrupsion holat. Shunday ekan, korrupsion holatga sherik bo'lmang. Bugungi kun yangi O'zbekistonda hayot boshqacha. Ya'ni yo'l harakati xavfsizlik xizmati xodimlari bugungi kunda hammasini body kamerasi mavjud. Ular o'zlari poraxo'r bo'lgan taqdirda ham bugun ular pora olishga imkoniyatlari cheklangan. Ya'ni ularning barcha harakatlari video body kamerasida yozib olinadi. Shunday ekan, bugungi kunda biror bir harakatingiz uchun, biror bir qoidabuzarligingiz uchun protokol yozilyaptimi? Albatta, protokolda qanday jarima yozilgan bo'lishidan qat'iy nazar, shu huquqbuzarlikni sodir qildingizmi? Huquqbuzarlik bo'yicha jarimani to'lang. Yo'l harakati xavfsizlik xizmati xodimiga pul taklif qilmang. Agarda shunday qilishga harakat qilsangiz, tadbirga tushib qolsangiz, Jinoyat kodeksi 211-moddasi 1-qismiga ko'ra sizning harakatlaringiz pora berish jinoyati deb topilib, sizga nisbatan ushbu kodeks sanksiyasi doirasida bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravaridan 100 baravargacha jarima yoxud sizga nisbatan 3 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 5 yilgacha ozoddan mahrum qilish, ya'ni 5 yilgacha qamalishingiz mumkin. Shunday ekan, o'ylab ko'ring, sodir etgan huquqbuzarligingiz kam ahamiyatli qilmish hisoblanadi. Ya'ni u jinoyat ham emas, 1 yildan keyin o'chib ketadigan huquqiy holat. Shunday ekan, arzimagan bir huquqbuzarlikni deb 5 yilgacha hayotingizni ozoddan mahrum qilish kameralari ortida o'tkazish sizga qulaymi? Agar qulay bo'lmasa, bunday harakatlarni sodir etmang. O'zingizni, hayotingizni ham, yo'l harakati xavfsizlik xizmati xodimini hayotini ham xavfga qo'ymang. To'g'ri haydang mashina.